kechasida BMW 3 mashinasida aylanib yuribmiz. Mashinamizni hozir zaryadlagani keldik. BMW X3. Hozir buni qanday zaryadlanishini sizlar bilan bo'lishib o'taman. $100 kilovatt quvvatga ega zaryadlaydigan zaryadchikda yangi ekan mashina. mashinamizni zaryadlayapmiz. Xudo xolasa necha minutda to'ladi? Bu yerda uje ko'rsatib turadi. Mana bu yerda mana koreychalab ko'rsatyapti. Hozir tayyorlayapti. Hali to'liq tayyorlagani yo'q. Buni bosish shartmi? Yo'q, bu ikkinchidan ekan. Bizniki mana bu bilan zaryad bo'lyapti. Tushunarli. Hozir taxlayapti mashinada. Mana 8%. Aha, endi boshlandi mana. Mashinamizni tanib oldi. Mashinani tanib. Eng zo'ri boshladi. mana bu yerda ham foizini ko'rib turasiz. Aha, demak bu telefonga ham ulangan. Ulangan, ha. Mashinada qancha zaryad borligini ham ko'rsatib turadi, olyapganini ham ko'rsatib turadi. Mana shu bilan bir xil mana. Lekin bu yerda qanchada to'lishini ko'rsatmaydi, siz o'zingiz bilasiz oldindan. 80% to'ldiradi. 80% gacha. Bu yerdan to'xtatishim ham mumkin. To'lishini. Sen to'xtatsam bu yerdan to'xtaydi. Zamonaviy tilda biz buni texnologiya deymiz. Texnologiya. Zo'r. Bas shunaqa gaplar. Biz BMW mashinamizni zaryadlayapmiz.